Opka, bilaman 2013-15-yillarda shu mashinalarning narxi 30 ming, 32 ming dollar bo'lgan payti sizni pulingiz ozgina yetmagan. Endi hozir narxi tushib ketdi, lekin obro'si tushmadi bu mashinani hali ham. 12.800 dollarga shu mashinani berib yuboramiz. Kraskalari top-toza, armon bo'lib qolmasin, 5-6 ta bekorchi yurgan tayinli o'rtoqlaringiz bilan, ulfatlaringiz bilan lubbo joy ketaverasiz. Chunki 7 tali mashina 160 ming kilometr yurgan bor yo'g'i. Negativchilar, rangini qaranglar bu mashinani rangini, sizlarni qalbinglarni, ko'nglinglarni rangidan, qop-qora rangda. Ballonlari ham deyarli yangi holatda turibdi. Mashinamiz faqat benzin yurgan, gaz pas umuman hidlamagan. Bonusiga men kapalligini ham qo'shib yuboramiz mashinani. Kuzovi absolyutno top-toza, qirilgan joylari yo'q. Bemalol любой ustiga tekshirib olishinglar mumkin. Aytgancha, beton shuma izolyatsiyalar ham qilib qo'yilgan. Ana endi saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham zo'r holatda turibdi. Sideniyalari, charmlari yomon bo'lib ketmagan. Rul anatomический, пробеги 164 ming kilometr. Akkuratniy salon. Motor, ходовой, korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Olasiz, haydaysiz. Yili 2015, pробеги 164 ming kilometr, narxi 12.800. Telefon raqamlarini har doimgidek video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Bitta gap esdan chiqibdi. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shedriligingiz tutib ketsa bitta like ham bosib yuboring.